电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视文艺节目《帕里迪欧丝绸之路之声》栏目，我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi er millat ko'rman do'stlar. Kang to'ri ahli, shundaqla naq maydondagi yetakchi ustozlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Şinjan Bug'ra madaniyat taqitish shirkati birlashib uyushtirgan Şinjan Pavideo sodichaklik shirkati tajdorligidagi cho'ng tipdagi televiziya universal san'at programmasi 5-qarar Pavideo Ipak yo'li sadosi programmasi. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. Yana avvalgidek programmamizning bu qaroriga betaqatlik ilikida intizor bo'lganliginglarga minnatdorligimizni bildiramiz. Albatta, bu qaror Pavideo Ipak yo'li sadosi programmamizda ustozlarimizdagi yangiliklar shunaqla mayirlarimizdagi o'zgachiliklar sizlarga xushluq ato qilg'usi. Undaqda bizning birinchi bosqichimizda zodi qaysi mayirlarimiz bizning qoyilligimiz va mayilligimizni qo'lga keltiradigandu. Do'stlarimiz balkim buningga intizor bo'layotgan bo'lishi mumkin. Biz 5-qaror Pavideo Ipak yo'li sadosi programmamizni rasmiy boshlashdan ilgari bizning bu qaror programmamizga ustozlik hurmati bilan alohida qadam tashrif qilgan yetakchi ustozlarimiz bilan tanishib chiqaylik. Davlatlik birinchi darajalik artist Tanglik Naqshchi shunaqla Ipak yo'li sadosi programmasining bosh ustozi Abdulla Abdurim muallim sizni qizg'in qarshi olamiz. Davlatlik birinchi darajalik kompozitor Ataqliq Naqshchi Şinjan moda muzika jamiyatining muavin boshlig'i. Shunaqla madaniyat kasbidagi ixtisos egasi mutaxassis Ablat Abliki muallim sizni qizg'in qarshi olamiz. Şinjan san'at sho'yanining naqsh o'qituvchisi lektor Ayshigul Muhammad xonim sizni qizg'in qarshi olamiz. Zamonaviy muzikchiligimizdagi yangi yo'l ochquchi yosh kompozitor naqshchi Mevlana ansamblining qurg'uvchisi Mevlan Mamtimin afandim sizni qizg'in qarshi olamiz. Şinjan san'at sho'yanining yosh naqsh o'qituvchisi yuqori ovozli naqshchi Aygul G'ulom xonim sizni qizg'in qarshi olamiz. Bu qarar musobaqamizda yana sizlarni malol qildigan bo'ldik. Albatta sizlarning yetaklashingiz bilan texnik ko'p naqsh havaskorlari, naqsh shaydolari bu sahnamizda o'sib yetilgisi. Sizlarga avval minnatdorligimizni bildiramiz. Armag'aysizlar. Biz birlikte Ipak yo'li sadosi programmasidagi aslimlarni varaqlab baqsak, bosgan qadamlarimizga nazar tashlasak, sahnamizda erishishmi, muvaffaqiyatmi, afsuslanishmi, qiymaslik ilgidagi xo'shlashishmi bo'ldi. Mayli sahnadagi natija qandoqla bo'lsin, sahnamizga qadam bosgan har millatdan bo'lgan har bir mohirning chehrida rozimanlik, qoyillik jilvalandi. Bunca qarar Ipak yo'li sadosi programmasini televizordan ko'rib, yuragida bug'langan orzuning turtkusida sahnamizga kelib, utuq kamirni toplab tushgan irodalik yoshlarimiz. Yana shu sahnamizda o'z talantini namoyon qilish orzusini bag'ash etib, mamlakatimizning joy-joylarida navo qilayotgan xush ovozlar sahnamiz orqali inoqlik kuyini yangirtib, o'z naqshlaridan baxtiyor davrimizni kuylashni istaydi. Mana bu Ipak yo'li sadosi programmasining sirli kuchi. Ipak yo'li sadosi sahnasi fursat sahnasi, raqobat sahnasi. Balkim ekran oldida programmamizni ko'rayotgan siz ma'lum bir kunlarda sahnamizdagi yorqin yulduz bo'lib kelishingiz mumkin. Va yoki sahnada mohirlarni baholayotgan ustozlar bilan birga sahnadagi xush ovoz mohirlarni yetaklaydigan ustozga aylanishingiz mumkin. Ipak yo'li sadosi. 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 Ipak yo'li sadosi programmasi birinchi qarordan boshlab ishtirokchigacha 5-qarar Ipak yo'li sadosi bo'lishibdi. Bu programma qatnashgan bolalar sarxil shundoq yaxshi asarlarni sahnamizga olib chiqibdi. Ben tunji qarorlik Ipak yo'li sadosi programmasining e'lonini ko'rgandan keyin do'stlarning qo'llashi, atrofimdagi urug' tuqqan ota-onamning qo'llashi bilan tizimlatdim. Tizimlatgan chog'da bunday yaxshi natija bo'lishini o'ylab boqmagan. Bu jarayonda men nurg'unlagan adabiyot san'at sepidagi naqsh muzikani yaxshi ko'radigan ini-singillar bilan, do'stlar bilan, hatto yeshimandan cho'ng akalar bilan tanishdim. Shuningla bilan birlikda men nurg'unlagan do'stlarimizdan o'zim bilmagan taraflarni o'rganib oldim, shundaqla o'zim bilgan taraflarni ularga yetkazib berdim. Bizningki Ipak yo'li sadosi programmasida qatnashgan naqshlarimizniki ko'rilishi boshqa naqshlarga qaraganda haqiqatan yaxshi bo'ldi. Men Ipak yo'li sadosi programmasi chempion bo'lgandan keyin o'zimning kasbiy hayotida zo'r o'zgarish bo'ldi. Nurg'un kishilarning yaxshi ko'rishiga erishdim. Shundaqla qisqagina bo'lgan vaqt ichida
mening ergashuvchilarim, pintozlarim texnik ko'paydi. İpek Yolu Sadası programımız çıkandan keyin cemiyetimizge her qaysi sohadagi naqshchilarning kasbiy safhasida zo'r o'zgarish bo'ldi deb o'ylayman. O'zimizdagi ijodiy naqshlarni, ijodiy asarlarni keng aziz tomoshabinlarimizga sunib kelayotimiz barcha azizlarimizning yana davomli qo'llab berishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. 5-qara İpek Yolu Sadası'nın aldığındaki 1, 2, 3, 4 qarada muhtasalamlı süpetlik yaxshi bo'lgan bir program bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. Shundaqla yani 5-qarorlik Paridiyo İpek Yolu Sadası programmasiga yani o'zimning so'g'isini elib keldim. Shunga meningki mushu 5-qarorga qatnashmoqchi bo'lgan aziz kasbdoshlarga, ini-singillarga, mahirlarga deydiganim, sahnaga chiqqanda hargizmi tamtarab ketmanglar. Ustozinglar tarbiyalagan bo'yicha, shu nuqta bo'yicha chiqish qilib turib naqsh aytinglar, kamtar bo'linglar. Mushu programma qatnashgan barliq o'quvchilarga yaxshi natijalarni qo'lga keltirishni chin ko'ngildan umid qilaman. Har bir mahirning yaxshi natijaga erishishini chin dilimdan umid qilaman. Aziz ko'rmanlarga o'zimning sirliq bir so'g'am bor. Vaqt kelganda ekran kang do'stlarimizniki yaxshi natijalarni qo'lga keltirishni umid qilaman. G'ayrat qilinglar. Hammalarga qutlug' yor bo'lsin. G'alaba sizlarga mansub. Riyasetçi icatları yaptım. Hemen ağa sevgili salam, Ali ehtiram. İpek Yolu Sadası programmasi 2014-yili yil oxirida tomoshabinlar bilan yuz ko'rishgan edi. Mana 5-qarorlik İpek Yolu Sadası programmasiga ulashdik. Programmamiz faqat mohirlarning xush ovozi bilanla vujudga chiqqan emas. Pərdə arqasida programmamiz uchun jon kuydirayotgan xizmatchi xodimlarmi programmamiz bilan tang ilgirladi. Programmamizmi ularning sahnasiga aylandi. Programmamiz bilan strategik hamkorlashgan shirkatlar va yaqindan qo'llagan shirkatlarmi hamkorlikdan intayin rozi bo'ldi. Shu munosabat bilan hamkorlashgan qo'llagan shirkatlarga alohida rahmat aytamiz. İpek Yolu Sadası programmasi umid, ishonch sahnasi. Bu sahnada siz kutgan fursat bor. Sizde bu ortiqchilikni tezib, san'at sohasida yetaklab, orzuyingizga yetkazadigan ustozlar bor. Xush ovozingiz bilan naqshingiz sahnamizda yangrsin. San'at yo'ldagi orzu armonlaringiz sahnamizda qanotlansin. Talantingizni, iqtidoringizni sahnamiz baholasin. İpek Yolu Sadası hammamizning sahnasi. Hamda nazaringiz 5-qaror Paridiyo İpek Yolu Sadası programmasida bo'lsin.
tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo sodichaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ekranidagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo sodichaklik shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandak taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizni Beijing Toshqin xalqaro pay kontrol guruhi, Toshqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sartan, Olga, Chipassi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yengnur Biopantexnika cheklik shirkati yaqindan yordam bergan. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, bizning 5-qaror Pavideo Ipak yo'li sadosi programmamizning oldingi qarorlar bilan shundoq bir o'xshamaydigan yorqin nuqtasi bor. Balkim do'stlarimizga diqqat qilgan bo'lishi mumkin. Bizning 4 nafar aziz yetakchimizning ustilning har birining oldida 2 dan yo'rtish knopkasi turibdi. Ya'ni qizil knopka va ko'k knopka. Ustozlarimiz qizil knopkani bosish orqali o'zlarining qoyilligi va mayilligini bildirgan mayirlarga o'rindiq aylantira oladi. Ham shundaqla 2 qatimdan ko'k knopkani bosish fursati orqali ana shu mayirning 16 dan 8 ga kirishiga kapolat bera oladi. Mana shu kapolatga erishgan mayirlar agarda ishonch his qila olsa, o'zlari yaxshi ko'rgan ustozlarni tanlab, bemalol holda ularning guruhiga qadam tashrif qilsa bo'ldi. Albatta ustozlarimizdan bu knopkani besish fursatimi unchalik ko'p emas. Ya'ni 2 qatim basa oladi va faqat bir qatim mahir qabul qila oladi. Shuningdek ustozlarimizdan mana shu alohida imtiyozdan unumli foydalanishni so'raymiz. Ekran oldidagi ko'rmanlarimizdan mana shu yorqin nuqtaga diqqat qilib qo'yishini so'raymiz. Rahmat sizlarga. Endi bu bolalar qaysi burun chiqadi, qaysi keyin chiqadi, hammasi bizning ilkimizda bo'lib qoldi hozir. Chunki biz faqat naqshining ismini bilamiz bu yerda. Kimning aytganligini bilmaymiz. Shunga o'rinlashtirishni biz mishada qilamiz. Eyli navbat kelgan vaqtida har bir ma'lumdan naqsh tanlab berishni iltimos qilaman. Shu vaqtida bir o'zingizlar ko'nglingizga xohlagan naqshning ismidan birini deb bersanglar bo'ldi. Men birini tanlab boqay. Ha. Dahi Mao-Zedong。大家好，我是瑞哈姑娘加玛丽，来自美丽的吐鲁番。Ben Reyha Gülcemal, Turpan'dan geldim. Ben isimni bilsem la şu nakşıga şunda qayırsman edim. Nakşı usul dese şuna qiziqatdim. Bizning uyda bu nakşı kasbiga qiziqadiganlar yo'q, lekin men shu isimni bilsem la nakşini şuna yaxshi ko'rdik ekan. Nakşı aytadi ekanman, usul o'ynaydi ekanman. Uydagilar bir o'ynab bergin, aytib berganda sil boshlab ketdim. Shu uydagilarning cho'nglarning rag'batlantirishi bo'yicha do'stlarimning menga madad berishi bo'yicha Ipak yo'li programmasiga qatnashish maqsadida bugun maydonga keldim. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Pavideo sodichaklik shirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. İkinci derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyar elektron pantexnika shirkati izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan mayirimizni Beijing Toshqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyurimiz bor. U bo'lsa 5. derecelik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yengnur Biopantexnika cheklik shirkati 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tortiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishishmi hargiz oson emas. Shunlashqa mayirlarimizdan mana shu katta imtiyozlarimizga erishish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz.
rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali Mayirlarga omad tilaydi. 伟大领袖毛泽东，这首歌是这个50年代维吾尔民族的一个红色经典歌，非常好，非常感人。这首歌唱得非常好，把感情唱出来了。这首歌词上世纪50年代，当时的文化名人Elkan Aktan写的，也是说新疆解放以后第一个站出来表达新疆各族人民对伟大领袖毛主席的爱戴和对中国共产党的感恩的这么一首诗歌。当时作曲的也是亚斯登巴拉提，人都不在了，现在。两个人都不在了。可是过了70年以后，重新听到歌词和歌曲，确实令人感动。这首歌的内在魅力和外在唱歌的技巧，确实表达了新疆各族人民的感情。我听了非常激动。大家好，我是Rayhan Guli Jamali，来自美丽的吐鲁番。Yaxshimsizlar, ustozlar, ekran oldidagi ko'rarman do'stlar. Turpan qizi Rayhan Gul Jamaldan hammalarga o'tliq salomlar bo'lsin. Yaxshi, rahmat. Siz bek hayajongu deyman hozir, ha? Bek hayajonlanib ketdim. Qanday hayajon? Bir xilmi? Bek bu shu ustozlarimizning menga o'rindiq aylantirgandan naytim hayajonlandim. Ko'pdan ko'p rahmat. Yana shu ustozlardan tarbiya ilish fursatiga erishganimdan naytim xush bo'ldim. Rahmat. Hozir Minöçe aşı Aygol işkin malum aylanğanda şu yerden başlap şu bir xilliqqa hayajon texmi anlandıca avazdan. Bak yaxshi bo'ldi. Sizni men tabriklayman. Endi Aygul malumdan başlap sizga yaxshi so'zlarni anglaymiz, a? Ovozingiz shunchalik tatlıq, shunchalik shirsi bor ekan. Bu Tay Mavzudon degan asar bu kichik asar emas. Bu xilli vazni bor, xilli ig'ir cho'ng asarchi. Mushuni yana shunda boyga yetkizib, boshdan oyoq ovoz tusingiz o'zgarmay, yuqori ovozlarni shunchalik chiroyli ovozning tusini shunda qilqi shirsi bor deymiz. Shunda mizlik holatda chiqarib berdingiz. Shuning men bak qoyil bo'ldim ham. Mening guruhimga kelsangiz sizga texmi jiq asarlar bor, ham sizning taraq qilish bo'shligingiz texmi cho'ngga degan ishonch bilan sizga o'rildim. Shunchalik yaxshi aytdingiz. Rahmat, rahmat ma'lum. Sizga rahmat. Ayshkul. Yaxshimisiz? Yaxshi ma'lum. Bu naqshini biz kichik vaqtimizda mushu naqshni anglab cho'ng bo'lgan. Buni bizning ustozimiz Rabiya Muhammad ustoz bekchiralik etib o'tgan. Bu naqshning alaydilik nima? Birinchidan ilmiy usul, yana birisi ilmiy usulda ovoz aytish bizningki puroq ilishimizga qat'iy ta'sir yetkazmagan. Shu puroq uchun ilmiy usul xizmat qildi. Ham bo'yliqi badiiy naqshlarni badiiy jihatdan bir taraf qilish bu naqshchining eng oxiridagi fanfahal bo'lganda, sizda tug'ma puroq ilish qobiliyat bor bo'lganda, eng oxirgi hal bo'lgan narsa bu deganda bu rasmiy badiiy bir taraf qilish. Shunga bu naqsh bizning qo'limiz bas singib ketgan bo'lg'achqa, bu naqsha hozirgi kuchidan qolmoqliq. Bugun dal shu puroqni bildim. Ve sizde tabii şundaq muzikalik ovoz. Biz mana Aygul ma'lum ishkimiz ve başka ustazlar bildi. Muzikalik ovozni topqizish uchun bizning o'quvchilar maktab 4-5 yillarda 5-10 yil o'qiydi. Shu naqsh aytilgan joyni muzikalik ovoz deymiz. Shu muzikalik ovozni tepib, shu ovozdan mushlan naqshni puroq ve shu ilmiy ve badiiy bir taraf qilish iborat 3 asar bir joyga kelibdi, 3 omil. Şunun qaraganda sizde bundaq bir qobiliyat bor ekan, uning ustiga tabiatdan berilgan va dit bor ekan. Rahmat. Unda bo'lgandan keyin o'qituvchilar uchun shundaq ovoz bo'lsa, bizda hunar ko'p, yetaklash usullarimizmi,
xili ko'p demoqchiman. Har xil. Buni bu qizning chiroy shaklidan qarasalammi, mushu mimika taraf so'ngak yo'g'onroqga. Bu mana shu naqsh aytgan vaqtda shuna yordam qildi-da, buning ichki taraf, dimog taraf ochiq holatda degan gap. Shuningga siz qo'yinlarni aytgan vaqtda mayli qiynalmay rohatla chiqyotdi. Bunda yermi? Maqarang bo'lam. Mau Nurg'unlar masalan naqsh aytgan vaqtda ig'izni bak yo'g'on ochdi-yu, lekin ichi yana itikalatda. Gel, mau bizning xo'yambi deymiz, mutaraflar butun itikalatda ishlamaganlatda. Lekin sizning ham yana ishlab turibdi, ham ochiq holatda turibdi. Shunday yaxshi o'rnlab berdingiz. Endi men nafas jihatdan biz yana ishlaydigan narsalar bor. Yana azroq inchiki jihatdan tutadigan joylar bor. Buni keyin davolamiz. O'tib ketib qolamiz. Shunday. Rahmat. Hozir siz izdiyat bo'layotganlaringizda qanday qilamiz bu ishni deb. Men bu o'rilgan, endi agar mayli gap qilmadingiz. Voy, sen o'rildingmi? Deydi. Rahmat. Qanday vaqt o'rilib olding sen? Yaxshi tugach az qolgandi. Men mayli bo'lmasa, to'xta. Ikki ma'lumli o'rildi degan bunda bir xato bo'lib qopti-ku, meningda bo'lsa, Mevla ma'lum bor ketadi. To'g'ridan o'rgan bo'lsa, ilqa ayajon charaslaydi emasmi? Ovoz shunda ayajon biz ketgan charas olib ketadi deyman. Men shu bir ko'ray, mushunaq aytgan odamni deb garchi meni hamda tanlash imkonini yetdimi, balkim tuvandi ama ishga ustoz qaraganda yo unda degilolmaydi deyman. Yonmadim-ku. Rahmat. Nimish qadsangiz bog'o, men bu naqshni anglab boshlang'ich vaqtimda deganda chala uyquda radioda chiqayotgan shu vaqtlar uyg'onayotgan vaqtimizda radioda chiqdi-ku bu naqsha. Buni anglab bo'p odam maktab bo'ladigan gapda. Yerim tush, yerim o'yga qoladiki, ash vaqtimni eslatib birisiga, yana birisiga men bu radio stasiyasida ishlagan, mushundaq bizning burunqi mushundaq klassik nadir naqshlar bek jiqdi bizning idorada. Shu idora ishlayotganlarini yaman payza eslatdi bu naqsha. Ovozingizni bek yoqtirdim. Meni tanlab qolsangiz men yonmayman. Rahmat malim. Ya sen tanlab qolamdi texi. Hechim degilmaydi. Tanlasi bo'ladi meningcha. Endi men o'rilmay qoldim, lekin men yaxshi ko'rdim. Aygul malim degandek, bularni yuqorisidagi shu ovozni aytibak yo'ruq shundoq rahat mangdi. Baland deymiz. Bu endi siz shu ovoz tarbiyasi olgan chog'ingiz bor, Mushu 2014-yili Abdulhamid Qurban ustoz muqam ansamblidan turpang berib Idiqut rayliq naqsh usul ömigi deb bir ömek qurganda, ash ömekka kirib, ash Abdulhamid Qurban ustozdan ta'lim olgan. Shu qarasam ovozda bir ilmiy taraflar bor-ku. Ovoz tarbiyasi cho'qim ovoz tarbiyasi ko'rgan bir taraflarni his qildim. Shunchalik go'zal yaxshi aytdingiz, boya o'qituvchilar, muallimlar degandek bu bizning balalik vaqtlarimizga hamroh bo'lgan nihoyatda esil go'zal naqsha. Rabia Muhammad ustoz tarafidan shunchalik voyaga yetkazilib aytilgan nadir bir naqshlik asarlarimizning birisi. Siz yana o'zgacha o'zingizning uslubida shunday yaxshi aytdingiz. Men o'yladim, endi men kechikibdimanda, nima kechikyaptim desa, sizning shu bu ovoz endi sizning chiqarayotgan ovozingiz opera, Yevropa uslubidagi ovozchi. Endi shu ommabop uslubda bizningki xarakterimizda bizningki naqsha aytish, yetaklash uslublarimizga qanday o'zgartib, qanday deganlarni kallamda o'ylab bo'g'ichi tadqiqot boshlab naqshni tugab ketdi. Bu qizning o'sha ovozini osh tarafgami shiltish mumkinmi, mumkinchilik qanchalik, u bu degan taraflarni o'ylashib, anan degan basay deb bo'g'ichi naqsh tugab ketdi. Hey, ma baza sal chaqdi. O'sha turinglar. Bo'pti, yaxshi o'ziningki kasbiy doirasidagi yaxshi ustozlar o'yrildi. Mushularning qo'lida taxim yaxshi yetaklash, yaxshi tarbiyalashlarga erishdi deb o'ylayman. Xo'p, unda bo'lsa, bunday qilaylik. Rayangul. Shu 3 muallim siz uchun o'rindiq aylandu emasmi? Sizning ko'nglingizda alliburun bir fikr bo'lib bo'ldi hozir. Bir jazm bo'lib bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin biz vaqtni chang tutib, eng oxir qaroringizni anglaylik. Mening oxirgi tanlashim Men Parizat G'ani. 20 yillik ekran hayotimda kino filmlardagi rollarni shu obraz bo'lib o'rinlab keldim. Go'zallikimni tabiatning tabiiy so'g'isida sug'urib keldim.
ismimga yaqin bu shabnam tomchilarini Pavidio nom bilan tabiatning sovg'isi sifatida sizga berib keldim. Gül üstidagi shabnam gül husnini jalolandirgusi. Siz gül, men shabnam. Husnimizga hafsilab husn qo'shilgan Pavidio bilan Aptitaldagi filmlar ilonsiz suzib yengilishdi. Vakolatchi bu taqib kirim qilalaysiz. Izlash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziga o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir hisoblangan. Aqliy iqtidorlik. Izlash kirgizgich qolaylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Acayip, pakiz duygu. Pakiz sevgigi intizorlar. Tabiat bana pakiz hissiyat ata qiladi. Suv bor joyda pakizlik bor. Tabiatdan kelgan yashin mineral suvi. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkın g'amida. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. Sarton algıç pastasını bilemsiz? Sarton pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elingan Tianshan soğuk su algısından işlengen patent hukukiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sarton algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sarton tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sarton. Sarton soğuk su algıç pastası. Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yetib keldi? Turkan obeyji. Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiz shu huzur. Kunda bir tal yeysiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Kuchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi barg'ancha yashirsiz. Dilkan Nobejing. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Aygül Malim. Rayhongul Jamal, partiyamiz qurilganligining 100 yilligini qutlayotgan damlarda doim Oğuzning nomli naqshingiz bilan ustozlarlar emas, barcha kishilarning ko'nglini illatdingiz. Buningdan keyingi bosqichlarda yanada zo'r natijalar sizga yor bo'lsin. Rayhongul Jamal ikki xil ovozi bor. O'zininki tinja xunshinsi bor. Tabiiy holatda, ravon holatda aytaoladigan qizgan. Tayi mavzudon degan bu naqshini qiyinlik darajasi shunday yuqori bo'lgan bu naqshini shunday ravon, rohat holatda o'rnab berdi. Keyin o'rilgandan keyin Rayhongulga qarsam, Rayhongulninki gal qismlari shunchalik rohat, keyni dimoq bo'shliqlari shunday ochiq holatda ekan, ham so'zlarni deyishlarimiz shunchalik aniq. Texnika jihatdan hal qilish tegishli masalalar umuman yo'q, lekin Rayhongulda keyinlik taraqqiyoti yaxshi bo'lganligi uchun men bu qizni mening guruhimda texnik cho'ng taraqqiyotlarga erishalaydi degan umid bilan qabul qildim. Boshlab ketaylikmi? Kongxin。大家好，我叫陈晨，来自新疆和田市。那么从小到大呢，一直就特别喜欢唱歌。然后长大以后呢，自己一直有一个音乐梦，然后最后背着父母离开了新疆。世界那么大，就想出去闯一闯。这一闯呢，就一晃就是10几年过去了。父母一直特别担心我，又加上自己
在外面一直是属于特别空，最后呢还是低下头选择回到了新疆，回到了我的家。这是带来的一首空心，因为这10几年来说呢，自己在外面漂泊四方，心里面一直特别空。这首歌的这个名字就已经感受到我的这种感觉了。很紧张。Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Tashqin Yurishlik Sog'lomlik Mahsulotlari va Tartuq Yurishlik Kolalari mayirlarimizga omad tilaydi. 歌名虽然叫空心，但是我觉得内容很实，反映了当代青年的一种思想变化过程。唱歌的这位这个年轻人，他也讲了，自己漂泊在外，感到很空虚，但是回来以后找到了自我。并且他回到了新疆，回到了自己的家，回到了自己的家，变得很充实。所以这首歌非常好。大家好，我是陈晨，来自新疆和田。那么目前呢，在乌鲁木齐啊，和一个特别好的朋友合伙开了个音乐餐厅。谢谢你们。太好了，太好了。老乡好，我也是和田人。哇，老师好。我是第一个转身的。对。因为你转身后，我才心里面有底气了。哎，不然的话，我真的太慌了，站在舞台上。在这儿我等着你，欢迎。谢谢麦布兰老师，谢谢。哎，你好。好像我是第二个转身。对。对你转身。你的就是第一段，唱的那个部分非常感人。打动了我的心，我为你转身，非常热烈欢迎您加入到我的团队。谢谢阿布莱迪老师，谢谢。我就是听到，我没想过你是男孩，听的声音，我想的就是一个女孩，就是女的，怎么说呢，难找到的一个声音，就这样。谢谢谢谢。第一段那个地方唱的就是简直就是一听就是你是非常成熟的一个有经验的一个优秀歌手。第一段的那个饱满那个丰满那种感觉是打动了我的心。谢谢阿布莱迪老师，谢谢。你的声音这个音域太宽了，高音特别松弛，特别方便，而且你唱的这个音色也特别好听，确实就像那个艾希维利老师说的一样，你的声音是很罕见的声音，特别好。假声，这个就是我们那个就是我们就是科学方面，声乐的科学方面，就是男人唱女人的那个声音来唱的，这是说法就是那个什么假声。假声在全世界特别少，不多，所以就是难得的一个声音，特别难找的。总之来说，你唱的非常感人，特别感人，挺好挺好。所以我觉得。一是我们是，我们都是和田人嘛。谢谢麦布兰老师，谢谢。你大概的知道了4位导师都需要你，对吧？对。4位导师都需要。你也知道了所有的我们的4位导师的情况。这个夏木老师和那个阿依古里老师呢，我们艺术学院。特别的有名的，而且是有实力的，我知道，是声乐老师啊，有经验的，也不是1、2天，他们是甚至有10多年、20年的那样的声乐经验。然后阿布莱蒂老师你也知道，他是一个我们新疆的最优秀的一个作曲，也是一个杂技团国家1级作曲的一个称号。你看现在。做了很多我们数不完的好作品，
然后Mevlana刚才他自己也说了，他经常玩乐队，也有实力的一个歌手，也是一个音乐人，可以说是。给你10秒钟的一个时间，然后呢就决定你的选择。İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz tiningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orom baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr-qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga bag'ishladi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni Dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan Dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi Dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar Qiyofatimning yaqinlik bo'lishi uchun ortiq qashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning eltisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudak salofat bo'lish kerak. Salofat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidiyo bo'lish kerak. Pavidiyo erlar yurishdiki. Pavidiyo Özgüç tem, isil xuruç, tanlanğan ham material. Mehminimiz üzülmedi, dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa, avomdan sizga rahmat. Tetikqular sergisi bagji, dasturxonning zinnati bagji. Xinjiang yaqin xalqaro savdo chekish shirkatidan yangi sovg'at bagji. Mening bir orzuyum bor. Buvam momam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yetib keldik? Dilkar Nobeyci? Çiğinizde tazlaşta huzur. Nemi yesiniz şu huzur. Kunni bir tal yesiniz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'utadi. Kuchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi, bargancha yashirsiz. Dilkar Nobeyci. Kolaning muzi qangan vaqti, dal sizning tortiq kolani seg'ingan vaqtingiz. Abdukerimku. Kanıtlık ve kanıtsız tartuk yürüşlük kolaları. Va, ma bulke ya. Qiyofatimning yaqinlik bo'lishi uchun ortiq qashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning eltisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudak salofat bo'lish kerak. Salofat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidiyo bo'lish kerak. Pavidiyo erlar yurishdiki. Pavidiyo. Tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavidiyo savdo-chekilik shirkati mayirlarga omad tilaydi.麦布兰老师。好，来。Muborak bo'lsin Ching-Ching. Har millat xush ovozlari yig'ilgan sahnimizda natijamizdan suyundik. Orzu izlab mangan qadamlaringizdan sahnimizda chechak etishiga tilakdoshmiz. Bizning Ching-Ching ismli bu mayimizning aytgan naqshisi bütün sahnimizni nəhayət hayacanğa çömdürüb etdi. Bu mayır üçün tötülümüz urunduq, aylandırdıq. Andın Ching-Ching meni tanladı. Mən şunda oylayma, bundaq avaz alaylıkiga, bundaq naqsh aytish qabiliyatiga ega mayırlar çoxum keyingi bosqichlardami intayin yaxshi natijalarni qo'lga keltira oladi deb o'ylayman. Ham mush mayimizning yaxshi natijalarni qo'lga keltirish uchun o'zimning eng samimiy tirishchiligimni, yordamimni
aymayman. Men bu mayirimizning bizning Yangi Nur gruppasiga kirganligini chin dilimdan tabriklayman.这是一首蒙古族歌手，他作为嘉宾来参与这个丝绸之路之声，效果非常好，反映了我们这个节目呢是一个新疆各个民族共同参与、共同关注的一个节目，效果非常好。看来这个丝绸之路之声啊，给我们听众观众这是提供了另外一种非常好的场面，我非常高兴。谢谢戴老师。非常棒，哈哈。老师好，我是蒙古族歌手我云奇米克。奇米克。非常高兴。好，特别好听，特别好听。谢谢老师。谢谢你带来的这首歌，这首欢快的歌，通过你，我们更加知道了我们这个舞台是可以体现我们民族团结的一个舞台。谢谢你的歌曲。谢谢老师。乌卡卡。老师好。好，老师好。这个乌卡卡是蒙古族啊，非常优秀、非常好的歌手，谢谢老师。非常有实力，非常有特点。你今天带来的这一首歌也是非常有特色、特点的一个，一听就是蒙古族的民歌，又是现代的，那完美，好。谢谢老师。
你的歌声就像你一样很美。你也是今天是一个嘉宾啊，邀请嘉宾来。您不是选了我吗？我是您的学生了，现在。必须，我当然选了。一听就是非常成熟的，你是非常有实力的歌手。谢谢老师，谢谢。三优。3번타. 약심신들. 真的特别欣赏你的这首歌。有一个小小的请求，能不能实现？请说。那个蒙古族有一首那个敬酒歌嘛，你们能在无伴奏的情况下来一段？没问题。好，谢谢，谢谢。马老师伴舞吗？等一会儿。那放舞对我不会啊。一个李老师应该会的。你的声音就像你一样，特别特别的美。是在这个博尔特拉专业团在工作。我现在在乌鲁木齐，在中国石油工作。好，谢谢你带来的这个2首歌曲。谢谢老师。我们就像在草原上，自己觉得在草原上这就像个大蒙古包。我们在蒙古包里做的是这样。一出去就是大草原的一个感觉啊。对。谢谢你啊！谢谢各位老师，谢谢。希望你多来我们的舞台，非常乐意。多支持我们啊！支持我们自己，支持我们自己。谢谢，Mayli。好。İpek Yolu sadası her millet yaşlarının yürek sadası. Güzel naqşınız bilen her millet mahirlerimizga madadlaginingizga programı namıdan sizga köptün köp rahmat etimiz. Güzel ruhsarınız birleşken güzel naqşınızdan suyunduk. Huzur aldık. Yanı sahnelerde kuş avazınızga intizarımız VKK. Sertan alga çipastısı qatarlıq patentlik ali mahsulotlari bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biopantexnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Başlap ketaylamsa. Dilara degan naqshni anglaylik. 大家好，我是 Toxtiyar Baxtiyar， 来自伊犁孔刘县。Yaxşımısınız azizler, ben Toxtiyar Baxtiyar. Olcu güzel Toxtiyar Nayisi'nden geldim. Ben kichigimdan boshlabla shundoq etish kasbiga ishtiyoq bog'lagan kichik dadamning shundoqla yurtimizdagi peshqadam ustozlarning yetaklash ostida bu kasbga cho'nqirlab kirdim. Hozir men bu kasbni qilayotgani 15 yil cho'p qoldi. Men birinchi qaror Ipak Yo'li sadosi yo'l qo'yilganidan boshlabla mush programmaga chiqib beqish shundoqla o'zimni bir sinab beqish orzusida bo'lgan. Bu qitim men 5-qaror Ipak Yo'li sadosi programmasiga qatnashish salohiyat ega bo'lganligimdan intayin xushalman shundoqla. Bundaki nishonim bu sahna orqali texnik yaxshi natijalarga erishib, buningki yaxshi bo'lgan asarlarni, yaxshi bo'lgan naqshlarni xalqimizga sunishga kuch chiqaraman, shundoqla tirishaman.
Mecnun toldek çaşlarını kolumda Mecnun toldek çaşlarını Talmağan sözüm tola uzundun Köydüm sana Uygur kızı dılar Talmağan sözüm tola uzundun Köydüm sana Uygur kızı dılar Her akşamı mahallendin gidelmey Avar men visalınga Akşamı mahallendin gidelme Avar men visalınga yetelmey Sana bolgan mihrimdin hiç keçenmey Köydüm sana Uygur kızı Sana bolgan mihrimdin hiç keçelmey Köydüm sana Uygur kızı dılar
hayat bilen ortak aylantılan bir muallim bu kimse sen de bakana Mevlana muallim başlayalım. Şundaq yaxşı bo'ldi. Endi biz o'qituvchi bo'lgandan keyin biroz texnik jihatdan meni menda olgan bo'lsa, avjida balkim qiynalmas o'g'iydi. degan qo'shash biz ani bakrak o'ylab ovozingizniki yaxshi bir imkonlar bor ekan. Yana sizga texnik omillarni qo'shsak, siz buningdan kengri doir bo'lgan naqshlarni ijro qilish qobiliyati bor deb o'ylaymiz. Shuningga agar siz mening gruppamga kelsangiz, jihnaslarni o'rganimiz, buningdan o'rinlash jihati qiyin bo'lgan asarlarni ijro qilib keta olishingiz mumkin. Uningga mening ishonchim komil. Kelsangiz qarshi olmayman. Rahmat. Yaxshi bo'ldi, ama qaranglarmi? Endi Oygul muallim Yaxshimsiz. Yaxshimsiz. Shunchaki chiroyli, bek yaxshi o'rnab berdingiz. Sizga rahmat. Rahmat. Oygul muallimning gipining postalisi qara. Amine tanımsanız buldu demekçi. Ya biz Oygul muallimni tanlaymiz degan. Shu yaxshi, endi umuman yaxshi ko'ngli bu Oygul muallimningmichi? Oq ko'ngil muallim bumi? Biz lekin shu o'zini tanlaydiganimizni uqmayotdi-da. Muallimlar umuman yaxshi, nihoyat yaxshi baho berdi. O'zimni xeyli xush bo'lib qolgansa. Xush bo'ldim. Mevlam muallim sana o'xshash yosh bolalarni nihoyat yaxshi tarbiyalayotdi. O'zining kuchini yetishcha, o'zining ishlarini qarib qo'yib turib, yaqinda shu o'quvchilarni tarbiyalash bilan jiq vaqt o'tyotdi. Ayshugul muallim albatta demasakmisan bilsa, maktabda hozir hisobda yeshiga boqmagan holda peshqadam muallimlar qatoriga o'tdi. Tajribasi mo'l. Aygul muallim shundoq o'qimagan yerlari qolmadi bu bolalarning o'sha ovoz ilmi bo'yicha. Sen uchun bak yaxshi bir bog' bo'ldi buchi. Endi gapni yig'ib kelganda bizningki do'stimiz bizdan vaqtsiz ayrilgan har millat xalqimizning bir ativorliq o'g'lani ijodiyatchimiz, zo'r naqshchimiz Mahmud Sulaymon do'stimizning bu nadir kuyini sahnaga elib chiqib, shu nadir kuyga nayt astoydil muomala qilib, har holda bu kuyning yuzini to'kmay 3 muallimni qoyil qilarligining bilan tabriklaymiz. Rahmat. Ota-onalarmi xush bo'ldi bugun. O'sh seni mishat ko'ribchi, naqshangni anglab, do'st birodarlar. Endi hozir eng oxirida 10 sekund o'ylashib olib, o'zingni to'xtatib olib, muallimdan birini tanlaysa va oldin qarab men ketsa. Bu qarorning bak keyingi ishlaringga bak cho'ng ta'sir ko'rsatdi bu qaror. Xos qarorini deysa, hozir chiqamoqchi bo'lgan qarorchi.
sening eng oxirgi qaroring man har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek, dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Sertan algı tish pastasini bilamsiz? Sertan tish pastasi Sayram ko'lidan avrishga elingan Tianshan sovuq suv algisidan ishlangan patent huquqiga ega. Men mevlanmamtiman. Sertan algı tish pastasini har biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her kuni kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan sovuq suv algı tish pastasi. İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz tiningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga berishdi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıç. Taşkın aksıl talqanları. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziga o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir hisoblangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. O'zgacha ta'm. İsil xuruj, tanlangan xam material. Mehminimiz üzülmedi. Dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa. Avomdan sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bakchi, dasturxonning zinnati bakchi. Xinjiang yaqin xalqaro savdo cheklik shirkatidan yangi sovg'at bakchi. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ayşegül malum. To'xtiyar Baxtiyor, ovozingiz ustozlarning emas, hammamizning ko'nglini moyil qildi. Ustozingizning yetaklishida izlash gruppasidagi natijangizning kuni sayin o'rilishiga tilakdoshmiz. To'xtiyar Baxtiyor, izlash gruppasiga kelganligingizni chin qalbimdan qarshi olaman. To'xtiyorningki aytgan naqsi xalq yo'ldagi ombop naqsha. Hozir xalq yo'ldagi ombop naqshlarni aytish uchun buyuk qobiliyat va keng ovoz doirasi kerak. Albatta shu asarga qarab. Chunki To'xtiyorning ovoz sharoiti shu naqshning o'disidan chiqishga tamoman yetgan. Puroq va u naqshning xarakteri va naqshning ma'nosini bizga yetkazib berish jarayonida Mahmud Sulaymon ustozni menga aslatib bo'ldi. Shunga men bu To'xtiyorningki shu naqshni ijro qilishdagi turli mahoratlarga qoyil bo'lganligimdan o'rildim va izlash korpusiga kelganligingizni qarshi olaman. Ekranidagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va safliqni asos qilib ishlangan ko'zur mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Payvideo savdo cheklik shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi.
Bu programımızda Beijing Taşqın Xalqara Pay Kontrol Guruhi, Taşqın Yürüşlük Sağlamlıq Məhsulotları və Tartuq Yürüşlük Kolaları alayda qolladı. Bu programımızga Sertan Alga Çipasısı qatarlıq, patentlik ali məhsulotları bilan alqışqa erişgan Şinjan Yengnur Biopentexnika çeklik şirketi yaqindan yordam bergan. Şunu akşam ne çıkılaş, növe saklat falan tına karşı. Tartuq kolası şirketi tan saklayız. Abdullah aka şu Shangmeng Yiyang Ziyu degan naqshni anglab baqamdi, bu katta naqshda qilamdi ma u. Anglaydi. 大家好，我叫凯塞尔肉汁，来自新疆乌鲁木齐。Yaxshimisilar do'stlar? Men Urumchidan Qaysar Rozi, bu yil 25 yoshga kirdim. Gerçi kichigimdan boshlab bir hunarvan oilasi tug'ilib cho'ng'igan bo'lsam-mu, uydagilarning ta'sirida eng avval dutta chelish, undan keyin naqsh aytish orqali o'zimning orzulari bo'yicha Shinjang Spandashuning musiqa kasbiga o'tdim. Ondan keyingi o'rganish natijalarimning orqasida 2018-yil o'zimningki tunji ijodiyatim bo'lgan Untaysini nomli naqshamni chiqarish bilan o'zimning ko'plagan naqshlarimni shundaqla suratlik MV'larimni taqatdim. Hamda oz bo'lmagan mastonlarga, oz bo'lmagan qo'llag'uvchilarga, shundaqla do'stlarimizning, tangtushlarimizninki yaxshi bahosiga erishdim. Burundilla Ipak yo'l sadosi programmasini yoqtirib ko'rganligim uchun o'zimning qatnashib bir sinab beqish maqsadim bor edi. Shuning bilan bu qitimliq fursatda Ipak yo'l sadosi programmasiga tizimlatdim. Paridio Ipak yo'l sadosi programmasiga qatnashdagi maqsadim bo'lsa, o'zimningki yoqtirgan naqshlarim bilan mening anglarmanlarimga, qo'llag'uvchilarimga o'zimning naqshlarimni aytib, yaxshi bir natijani elishni o'ylab bu programmaga qatnashdim. Garchi burundan o'zimning uslubidagi Abdullah Abdurim ustozning, Abdullah Abdukim ustozning naqshlari bo'lsin aytib kelayotgan bo'lsam-mu, bu qitim o'zimga jang e'lon qilish sifatida Wang Fengninki Shangmeng Yiyang Ziyu nomli naqshni elib keldim.
去逐蜿蜒的路上，点亮生命的光芒。我要像梦一样自由，像天空一样坚强。在这去逐蜿蜒的路上，体验生命的意义。Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Payvideo sodichaklik sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika sherikti izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü darajalik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 4. darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyumlarimiz bor. U bo'lsa 5. darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yingnur biofan texnika cheklik sherikti 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishmo argiz oson emas. Shunlashqa mayirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Tamam, yaxshiroq bir chipas tavsiya qilsam. Vay, ta'limlar adash dersin. Mana bu Yingnur shirkatininki Sertan Alga chipasi. Sen ishkine vaqtga kelmay ta'limlarga berdinsa ishilta adash. Sertan Alga chipasisi qatorliq patentliq oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Xinjiang Yingnur biofan texnika cheklik sherikti mayirlarga omad tilaydi. 这是一位这个维吾尔族青年歌手，只有25岁，他直接唱的是汉语歌，而且唱得非常到位，感情流露的表达得非常好。少数民族歌手直接唱汉语歌，还可以将这个少数民族的民歌翻译成汉语，直接用汉语唱，这样的话效果会更好，使我们丝绸之路之声不仅要唱响天山南北，而且还应该唱响全国，在全国引起更大的反响。各位导师好，我叫 K42 柱子，来自新疆乌鲁木齐。Yaxshimizlar ustozlarimizlarning shohona xayrlik bo'lsin. Kamina Qaysar o'zidan manglarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Esen. Qaysar. Qattiq qatdi, ma'uqtimi? Ko'p ma'lum ash birdan-birdan qanday vaqtlarda, qanday bir xil hayajon vaqtlarda oylandi desam shu vaqtlarda oylanib o'tdi qaramay ma'lumlar. Ko'rdingmi? Bir naqshiga qanchalik o'zimiz astoydil muomala qilsak, qanchalik shu 5 minutlik naqshi hayotiga cho'ksak, o'sha ajrni hech qachon yerda ko'rmaymiz-da. Xush bo'ldingmi? Albatta. Unda bo'lsa biz navbat bo'yicha birdan paranglashib boqamiz, a? Sen shu bak qijilib ketgan bo'lsang, yerga qarab tur. Allah. Birinchi bo'lib Mavlon muallim. O'zingiz qandaroq aytding naqshni? Tayyorligimga qaraganda faqat yaxshi aytolmadim. Men senga deb beray, yaxshi aytding qara. Rahmat. Yaxshi aytding. Men shu birinchi kubdetli o'rgatdim-ku. Bu bo'sh ish emas. Shu mayirning naqshining davomini yaxshi tugutalaydiganligiga mening ishonchim bo'lg'achqa, sening ishda qila oladiganga oylandim qara. Boshla. Rahmat bom. Rahmatingni sal bildirgan sal vaqt batiqi. Sal turib mayada seni aldash azdurishlar boshlandi. Hozirgi minnatdorlik hissiyotingni shularga taqobil turib bildigan vaqtingda sen no'chunsa qara. Tushundingmi? Endi qolgan ustozlarning parini anglaymiz. Bu naqshani Wang Feng'niki aytgan naqshi. Hammamizga ma'lum Wang Feng bo'sh naqsh aytmaydi-ku.
Şuna bu şu bir arzu ümitdi buni shu naqshni tanlab vaqt soatiga to'g'rilading degan qisam haqiqatan Mavlan degandek yaxshi aytdi. Yaxshi aytgandan keyin men dastlabda o'rilmagan bilan aytib huzurlanib anglab yana bir shunday bir karomatlarning bo'lishini o'ylab kutib o'tirib edim. Gerçi mana naqshiniki boshlanishlam ovoz biroz yuqori ovoz rayonidan boshlandi ekan-ku. Men shunday fahmlashimcha bu naqshin balkim oxirida yerim ovoz ko'tarish bor shundaymi? To'g'ri. Yerim ovoz ko'tarish. Yerim ovoz ko'tarishning oldi balkim shu shing so yoki shin so'lardami ovozniki yuqori ovoz o'yini. Shundaymi? Shin so'dimi? Shu yerni yana yerimni ko'targan bo'lsak, u lag'ichi keltirgan gap. Shu boshlanishlar shunday yuqori, avji taraf shu sovlan shin so'dan fahmladim-ku. Bu yuqori bir ekan. Yana shuni qanday bir imkoniyat bormidi shu balada yanaq desam, bana ispatlagandek yerim ovoz ko'tarib berdi. Shu yerda andan keyin g'uj qilibla o'rilib ketdim. Rahmat. Nima? Ko'ngling g'ujildab ketdi deydi. Shunga mening guruhimga kelishni chin qalbimdan taklif etaman. Rahmat. Abay ablatga deb o'tgandek sizning yuqori ovozlaringizdami bek cho'ng bo'shliq bor ekan-ku. Ilqi biz har qitim yuqori ovoz chiqqanda dinglib bo'lib degan aşağıdaki bir cheklik holatga o'ta qoladi ovoz-ku. Lekin sizning yana ustiga chiqa oladigan, yana yuqori o'rlalaydigan bir cho'ng bir bo'shliq bor ekan. Lekin abay deb o'tdingiz, xuddi biz hozir hammamiz sizni qayil bo'lib o'rilsakmi, siz yana men mashqdikidek bo'lmay qoldi dedingiz. Men bu gapingizga shunda ta'sirlandim. Haqiqiy bir o'ziga mas'ul bo'lgan san'atkor mangu shu sahnadan tushib, qancha bek yaxshi aytyapsam yana, men yana miyada ketkizib qoldim. Yana men mayani texim yaxshi qila oldim deb o'ziga tajriba to'plab maqdichu. Ham o'ziga to'g'ri xatoga hukm qila oladi, ham bundan keyin men qanday qilsam bo'ladi degan narsani ko'nglida bir fikr muqimlashtira oladi. Sizda shunday bir nishon bo'ldi ekan, sizning yo'lingiz texim uzun bo'ladi, teximi yaxshi rivojlana olasiz, taraqqi qila olasiz bu kasbda. O'zingizni to'xtamasdan mukammallashtira olasiz. Bak yaxshi fikrim. Rahmat mana. Shuning uchun ablatma qarshiladi. Shunda bak yaxshi bu ishga ma'lum. Shuning uchun talashmaydi ekan deb. Qizvalliga gap gapmaydi. Shuning uchun ablatma. Bala odamning bo'lib degan boshqa gap. Endi Wang Fengni men yaxshi ko'rmay, bo'sh naqshchi emas. Lekin Wang Fengni men naqshni men anglamagan ekanman. Endi Wang Fengning yoshi necha, siz necha yosh? Bu yerda yosh farqi bor. O'zingizning yoshiga nisbatan yaxshi ijro qilibsiz. Buni ablat ma'lumning bahosidan men jiqnasini bildim. Endi keyin o'zingizning hozirgi yaxshi aytding dedi Mavlon ma'lum. Siz men o'zim mashqini yaxshi aytamadim dedingiz. Bu nima kamtarlik bo'ldi ekan. Bu bek esil bir xislatchu. Shu kamtarlik deymiz. Rahmat ma'lum degan gapni to'g'rilab qo'ygan Baya ovoz o'rniga gapni qilsam ishtik, shu shanso degan gapni javob qaytdi-da. Mush kasbda o'qigan. Men Xinjiang Spandashning muzika o'rinlash kasbini o'qitagan. Shu. Nima muzika o'rinlash? Qaysi bitalg'oni? Naqsha ham soz. Manda Spandashnikida yana universal. Sizlarning o'rlash kasbida mashta ham naqshini muzikani tang atmagamsizlar? O'zimiz tanlab ma'lumlarni qo'shib boshladik. Sen nimani tanlading? Men o'zim dutta o'chilishni, anandagi naqsh etishni tanladim. Men o'xshash chiqsa juma. Yo'q, qara dutta o'chilishni ham bak yaxshimi chalolmayman, lekin bak amroq qara. Sen bilamiz biz. O sening qanchalik duttaring bor, necha duttaring bor? Mening 2 duttarim bor. Sep qisqa duttalarim bor. Mavlon ma'lumonda bir 32 dek dutta bor. Bir g'iri, 2 g'iri, 3 g'iri. Uzun duttalar bor. Har xil qilib o'zicha. Qanday bir xil chaludi. Shuni demakchi u. Haqni bilib qilamiz hamda, qaray. Manda qilaylar. Bayamqi, bo'pti Mavlon aka. Aynab men kelib qopti aka va gap. Ma'lumlarning bayamqi e'tiroflarini, yaxshi baholarini, sening kasbiy jihatdagi iqtidoringdan boshqa sening shu axloq fazilatlaringgacha nihoyat yaxshi baholarni berdi-ku. Men shu baholarni shu birinchi kubletda bir kunga mujassamlab besib etgandim qara. Men mushlarning hammasini men shu vaqtda o'ylab qara. Endi naqsh aytayotgan bo'lganki ularni deyamay, shuni besib etdim. Shunda qarasam shu
mush keyingi qadamlarga bir bilim minib baqsaq buldugandek o'ylab qoldim ya o'zimcha. Shundoq men bilan mangdi. Men bilan mangsin. Men ikki muallimdek da kan qilsaq olmamsiz. Ha? Anda qildi. Yo'q, meni oldidan meni tanlab, uni keyin kishtani kan qilsaq qilib, uni keyin qilib. Bugun hozir unda qilsak bo'lmaydi. Oldida tanlab bo'lib, andan bayqab meniki bu Qaysarniki naqsiga shu boshlanishlik ovozining yuqori nuqtadan boshlanib shu avjiga qanday bo'la deb kutib turgandan keyinki shu hissiyotimni bosib o'tib ketdi-ku. Shunga men shu yerda ayajonimni basamay aylandim. Shunga bu Mahir bilan men qo'lni qo'lga tutishib har bir bosqichlarda o'zining talant maharatini eng yaxshi joriy qildiradigan bir imkoniyatlarni yaratib birlikda tirishmoqchi. Mening guruhim kelishni yana bir qatam chin qalbimdan taklif etaman. Gap keldi. Bu yaxshi, ajoyib yaxshi takliflar bo'ldi ya. Shunga endi menga hisob bo'ldimi? Ya hozir ham men hal qilib bermoqchi. Men hal qilib bermoqchi. Aka, yana talashib qoldik ekan. Ma'qul. O'tgan qaraliq ipak yo'l sadosini ko'rdingmi ancha-muncha? Ko'rdim. Rost ko'rdingmi? Rost ko'rdim. Qara, ani ko'ribsa, mencha shu endi sening ovozingni yoqtirdim-ku. Men hozir o'ylab qoldim, sening ovozingga, sening aloyidligingga, sening shu gallaringni qiynamay turib, o'zingning haqiqiy shu iqtidoring, siz xosligini namoyon qildigan geli qiynalib ketdi demoqchiman. Agar zarur bo'lsa, sen o'tgan qitimni ko'rgansa, bizning ansamblimiz bor. Biz ba'zi agar u ansambl rost o'ylab ketdi. Ha? Chuvilib ketdi. Yo'q, biz ansamblimiz chuvilmaydigan ansambl. Jumovka. Siz rahmatdan qo'rqitsa mushmallar. Ana keyindan bayon rahmatlaringni hammani shu hozir chiqira bo'ldi rahmatingni. Yana tushunsan bo'lmadi. O'ltirib edinglar. O'ltirib deyishlar. Mavlon ukamniki haqiqatan yaxshi ansambl bor. Ma chaqchaqqa bayqildir. Bu Mavlon inimning bu ansamblidagi izchilligiga hemen aksi bo'lish sifatim bilan naytdi e'tirof va hurmat bilan e'tirofim bor. Uningga gap ketmaydi. Ammo lekin qag'alli chaqchaq. Lekin bu yerda Mavlon dediki ovoz bayisal chingqilib qiyqirab qoldi deb. Men mana men unda gap qildim. Men apparatni keyingan turganlar. Yo'q, men ovozim qiynalib qolmaydigan degan gap. Biz keyingi bosqichlarda ashunday qilamiz aka. Yaxshini yaxshi tanlab bermasak, ma bolalarning haqiqiy o'zida xosligi aloyligi yaxshi chiqmaydi. Yaxshi keyingi bosqichlarga ravrus mo'ngamiz. Xudo qilma. Mundaq qilaylik. Mo'ndoq. Ma bala, unda qarsam shu hammaligi ma'qul ma'lum dadi ko'zimanda. Ma'qul ma'lum dadi ko'zimanda. Ma ko'ngli menga chiqib qoldi. Mening o'quvchim bo'lib qoldi. Nochi olsanglar ko'p mana ko'kimkin nasan deb turaya. Mana bassan qara. Sen 16 dan o'tib qara. Iliqma 16 ga tanlasan-ku, 8 ga bevos kirsa. Qara, mantada. Kechirib qara. 8 ga endi men gapilay. Mavlonniki bu Mahirga bildirgan shu yeshil chiroq, ikki navbatlik yeshil chiroqdan birini ishiltib o'tganligidan intan ta'sirlanamiz, shundami? Rahmat. Rahmat Mavlon. Minnatdorlik qalb bo'lish kerakda. Ammo bu yerdagi bu yeshil chiroq Mahirni bir qatimliq sahnada o'zining bayqi go'zal o'rindash mahoratlarini bir qatim namoyon qilish fursatidan mahrum qiladi. Unda bo'lmaydi. Unda bo'lmaydi. Siz qaysi bir qatimning har bir bosqich to'liq elib menat har bir bosqichda shunday 4 o'qituvchi aylangan butun xalqning qalbiga Qaysar degan ismni yozadigan shunday bir fursatlar bilan birlikda tirishimiz kerak. Ay yeshil chiroq oldinib ketmaydi. Yo'q, bunda qara. Bir qatimlik maqsad kam o'qiydigan gap bor. Yo'q, kam o'qimaysan. Kam o'qiydigan yo'q. Sen kam o'qimaysan, lekin 8 kuchlikka kirishga albatta hozir o'zingning ishonching bog'i deyman, ha? Kimning guruhiga kirsan sen kira olaysan-ku? Yo'q. Ha. Lekin hozir men senga vaqo qara. Men program guruhisi, ya'ni mayada bir seriq chiroqdan birini bekitib beringlar menga. Men mabalni 5 ning ishiga kirdim deb bosma chiroqni. Men seriq chiroq bormi yo'qmi? Menga bir kunimki bekitib beringlar-da. Hozir Mavlonani ishiltib o'tdim. Men seriq qurmid mabalni men 5 ning ishiga kirdigan kunimga yasayman. Bunda men sizga tushundiray, ha. Sen bu anlap to'qizam. Mavi chiroqning yenida bir chiroq bo'lib, bular mani besib aylandi, hammasi ixtiyor qilyapti seni o'zining guruhiga. Mani besish nima desang,
Sen ma qitim tanlansan, tanlandın hazır. Yana bir qitim musobaqa qatnashib, hazır tanlansan 16 bala bir guruhga kirsizlar. Ma yeşil chiroq degan gap, sen 16 balaning ichida yurmay, 8 bala qag'aga berib bo'lding, bir qadam atlab o'tib ketding degan gap tushunding ha? Bir naqshini kam o'qiding. Bir naqshini kam o'qiding degan gap. Bir naqshini kam o'qimasdan ikkimiz maslahatishimiz qara. Bir naqshini o'qisangmi kirsa, o'qib kirmasang mana o'qib kirsa qara. Agar o'qimayli kirdim aka desang, yana akang baqira. Kirimiz Mayada men yana bir chiroq basay desam, bir chiroq chiqmay qoldi. Men qalbimdan 5 ning ichiga chiroq urib bo'ldim bu gapni. Ya, agar abletkamning bes yo'q qilib hozir. Hozir basi buldi. Manda qilaylik. Ma ishqi qizvola sal tatinjaqkan, ma'lumlar. Siz dashmi jim o'tirib turinglar, men ma ishqisini gapini yana bir anglab olay. Bu sizlarga gap bular aralashtirmay, hurmat qilib o'tasa, ishkinglar davr bu gap qilg'izmisa anglamaydi. Aysh bilmalar. Gapini deb bo'ldimi? Men gapimni deb bo'ldim. Ha. Sizlar bir ketdimi deb. Biz aşı o'qituvchilik jarayonida asosan umuman bolalarning ehtiyoji qarta, bolalarning tanlashiga hurmat qilgan asosda ishtaq chavshoy qilamiz-ku. Bizning butun darsligimiz 7 bo'lgandan keyin bir o'quvchi, bir o'qituvchi. O'quvchimi o'qituvchini tanlaydi, o'qituvchimi o'quvchini tanlaydi-ku. Shuning biz ko'proq hozir deydigan gapni deb bo'ldik. Bizning o'rganganimizning o'zi mushu hukmimizga bizning bir yo'lni berganimiz-ku. Shuningga o'zi tanlasin deb Naq ig'ir bisiq, cho'ng sipat o'tirib bormiz. Unda bo'lsa, menda qilaylik, o'g'lim, qara. Ma'lumlarning gapini olding. Qaysi qanday gaplarni qildi desam, hozir sen 10 sekund vaqt beramiz, bir o'yla. Kino o'tkazgandek o'tkazib ol. Bu balama o'zining ovoz doirasida yaxshi aytdi, haqiqatan sizlar degandek. Hamda texmi yaxshi bir balda saviyani yuqori ko'tarish uchun tirishayotsan-da. Ta'limga ma'lumlarning hammasi aytdi yaxshi baholanmadi. O'ylab bo'lding ha? Bo'ldimi? Ya'ni birdan maqtam tuqya. Ha, unda bo'lsa eng oxirgi qaror sendan. Mening eng oxirgi qarorim. Hi. Hello. Hello. Hi. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün Everest'e elingan Tianshan soğuk su algısından işlengen patent hukuka ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her birinlağı tavsiye qilman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Kolanın muzu qanğan vaqti, dal sizning tortiq kolani seg'ingan vaqtingiz. Abdukerimku. Qanitlik va qanitsiz tortiq yurishlik kolalari. Va, ma bo'lgan ya. Ajoyib. Pakiz tuyg'u. Pakiz sevgiga intizorman. Tabiat menga pakiz hissiyat ato qiladi. Suv bor joyda pokizlik bor. Tabiatdan kelgan yashin mineral suvi. Izlash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. Izlash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziga o'rganishdagi eng unumli detal. 200 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. Izlash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Men Parizat G'ani. 20 yillik ekran hayotimda kino filmlardagi rollarni shu obraz bo'lib o'rinlab keldim. Go'zallikimni tabiatning tabiiy so'g'isida sug'urib keldim. Ismimga yaqin bu shabnam kamchilarini Pavidio nom bilan tabiatning so'g'isi sifatida sizga melib keldim. Gul ustidagi shabnam gul gulsini jalolandirgusi. Siz gül, ben şebnem. Hüsnimizge hafsilab hüsn qo'shilgan Pavidio bo'lay.
Beijing Tashqin Xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari mayirlarimizga omad tilaydi. Abdekam. Qaysar Rozi, talant egisi chaqlaganda hayajonliq his tuyg'ularni yushirishga amalsizmiz. Keskin tanlashdan keyin tashqini guruhini tanlaganingizdan hammamiz xushal bo'ldik. Abdat Abdikim ustozning yetaklishida nodir naqshlarni ovozingizdan anglashni xohlaymiz. Qaysar Rozi bu mahirimizmi? Naytı o'zi yeshi kichik bo'lgan bilan naqsha etishda naytı o'ziga ishonchisi bor, yaxshi mahir ekan. Yani bu mahirimiz Shangming Yanzi yo, yani Wang Fengniki naqsini mush qatimliq bosqichga o'ziga tanlab sahnada bizga elib kelibdi. Yani bu naqshining shu naqsha etish jihatdagi har xil texnikalik talablar biroz qattiq o'lcham qilingan bir yaxshi yuqori sifatli bir naqsha. Bu mahirimizmi o'zi kichik bo'lsa-mu, garchi bu naqshni nihoyatda erkin shunday o'ziniki es tuyg'u badan ovoz alayliklarga tushirib turib shunday erkin ijro qildi. Shuningga 4 yil ustoz to'liq o'rildik. Hattoki bu qatim Ipak yo'li guruhimizniki alayda bir o'yin sifatida o'tirib qo'yilgan alayda mahirlarni bevosita 8 kişilikning ichiga elib kirib ketish alayda bir kunukisi mushunaq bir o'rlashtirilgan bir alayda xoslik maqatimliqda. Hatto shu kunuklarni ishlatib 4 ustoz birlikda nihoyatda qattiq talashishlar bo'lib ketdi. Chunki bu mahirimizniki bu holati sahnadagi bugun shu naqshini ijro qilish holatini nihoyatda hammalarni to'liq qoyil qilib mahirligimizga erishdi. Bu mahirning oxirida bizning guruhini, ya'ni tashqin guruhimizni tanlab guruhimizga qatilganligini nihoyatda qizg'in qarshi olamiz. Bu bek afsuslanarli bir ish bo'ldi. Mush qo'limdan keladigan amalning, hunarning hammani ishlasam-mu, Qaysar meni tanlamay qo'ydi. Bu yerda ko'rmanlarimizga bir narsa ayon bo'lgan bo'lishi mumkin. Bizning mahirlarimizning kasbiy iqtidori qancha yaxshi bo'lib, tayyorlik qancha puxta bo'lgan vaqtda biz to'tilimiz o'rilgandan keyin tashabbuskorlik huquqi shu yaxshi tayyorlik qilgan mahirlarimiz o'tib ketadi. Shuning bilan mahirlar bizni shu tavuz çekkendek çekip tanlab turib bizni tanlaydi. Bunu bizning programmamizning yarqin bir tarafi deb o'ylayman. Shundaqla Qaysar inimning keyingi bosqichlarda yaxshi natijalarni qo'lga keltirishni chin dilimdan umid qilaman. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, shundaqla keng to'rdoshlar, naq maydondagi suyumlik bağlıqçı ustozlar. Nəhayət qızğın halətdə davam etib, yuqur boğan görünüşünü ziyartvatqan Ürümçi Radyo Televiziya stansı bilan Şinjan Buğra Mədəniyyət Tağısı şirkəti birlikdə uyuşturğan Şinjan Payvideo Sosiçəklik şirkəti tajdarlığını alğan 5-ci qarar Payvideo İpək yılı salat programının müsali vaxt etibarıyla müşahede akılaşdı. Dostlarımızdan yana davamlı programımızda iştirak qilishni dilərəmdə dəl vaxtda biz bilan bu səhnədə görüşünü sorayız. Görüşkücə amamlıqla mən Riyasətçi Cəzali Yaqub. İpek yolu sanatı, sevginin yok igresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sanatı. İpek yolu sanatı, sevginin yok igresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolun sadası. Hatun İpek yolida Ecdat bolgan Çevendas Coşkun kan var
yeter bilekte. İpek yolu sadası, sevginin yok cinası, hoşlamazlar seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok cinası, hoşlamazlar seynası. İpek yolu sadası.